Sichqon va qopqon hikoyasi. Bir kuni kichkina sichqon fermerning uyida yangi qopqon qo'yilganini ko'rib qoldi. U qattiq qo'rqib ketdi va darhol tovuqning oldiga yugurib bordi. Uyga qopqon qo'yishibdi. Hammamizga xavf tug'ildi. Tovuq esa beparvo javob berdi. Bu sening muammoing, sichqon. Menga buning hech qanday aloqasi yo'q. Sichqon keyin qo'yning oldiga bordi. Iltimos, yordam ber. Uyda qopqon bor. Qo'y bosh chayqab dedi. Senga achinaman, lekin bu mening tashvishim emas. Shunda sichqon sigirning oldiga yugurdi. Sigir, uyga qopqon qo'yishibdi. Sigir kulimsirab javob berdi. Bu men uchun hech qanday xavf emas. Kechasi esa kutilmagan voqea yuz berdi. Qopqonga ilon tushib qoldi. Fermerning ayoli uni tekshirmoqchi bo'lganida ilon uni chaqib oldi. Ayol og'ir kasal bo'lib qoldi. Unga sho'rva pishirish uchun fermer tovuqni so'ydi. Kasallik uzoq davom etdi. Qarindosh urug'lar yordamga kela boshladi. Mehmonlarni ovqatlantirish uchun fermer qo'yni so'ydi. Ayol vafot etgach, dafn marosimi xarajatlarini qoplash uchun fermer sigirni sotishga majbur bo'ldi. Butun bu voqealarni esa sichqon devor tirqishidan jimgina kuzatib turardi. Birovning muammosi hech qachon faqat uning o'ziga tegishli bo'lmaydi. Har qanday xavf yoki muammo erta yoki kech atrofdagilarga ham ta'sir qiladi.